26-masala. Bekzodning ertalabki nonushtasidan hosil bo'lgan jami energiya 3103 kilojulga teng. Bekzodning nonushtasida oqsil va yog' miqdori teng, ularning yig'indisi esa uglevod miqdoridan 20 grammga kam bo'lsa, nonushtadagi yog'dan hosil bo'lgan jami energiya miqdorini kilokalda toping. 3103 kilojoul jami energiya. Oqsil, yog', uglevod bo'lgan. Oqsil x gram va yog' ham x gram. Oqsil bilan yog'ning miqdori teng. Uglevod miqdori ularning yig'indisidan 20 grammga ko'p bo'ladi. Sababi masalada oqsil va yog'ning miqdori uglevod miqdoridan 20 grammga kam deyilgani uchun uglevod miqdori ulardan 20 grammga ko'p. 2x qo'shilgan 20 bu uglevodniki hisoblanadi. X ni ko'paytiramiz 17,6 kilojoul energiyaga 17,6x kilojoul energiya oqsildan parchalangani. X ni ko'paytirsak 38,9 kilojoul energiyaga 38,9 kilojoul bu yog'dan ajralgani. 2x qo'shilgan 20 ni ko'paytiramiz 17,6 kilojoul energiyaga 35,2x va 20 ni 17 6 ga ko'paytirsak 352 kelib chiqadi. 17,6x oqsilniki, 38,9x yog'niki, 35,2x bu uglevodniki va 352 ham uglevodniki. Jami 3103 kilojoul energiya. 91,7x tenglik 3103 dan 352 ni ayirib tashlaymiz. 91,7x teng 2751. X tenglik 30 kelib chiqadi. Bizdan yog'dan hosil bo'lgan jami energiyani so'ragani uchun yog'digini ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Bu yerda oqsil 30 gram, yog' 30 gram, uglevod 80 gram kelib chiqadi. 30 gram yog'da 9,3 kilokaloriya energiya ko'paytirsak 279 kilokal energiya hosil bo'ladi.